Assalomu alaykum. Men hozir kerama granit Angola bilekni faska qilish jarayonini ko'rsataman. Mana bunga o'xshab stolga qatirib olinadi va mana kesilgan tayyor holatda mana bu holatga keltirish uchun mana orqalariga har bittasiga kichkina bo'lgan hisobiga ingichka simdan qo'yib chiqqanmiz. 5 xil nimadan o'tadi bu? Balgarka toshidan va 50likdan 500lik, 1000lik va 2000likdan o'tadi. Xudo xolasa hozir buni 50likdan o'tganini ham hozir ko'rsatamiz. Aytgandek, buni faskalashdan oldin bu yerda chizib olish kerak. Chizib olish uchun bunaqa razmer qilib olganmiz, 0,5 santimetrli. Nimaga? Stiklarezga. Hozir shunda chiziladi. Buni olinadi. Endi o'zimiz yasaganmiz xullas. Shunday qilinadi. Mana chiziladi. Chiziq paydo bo'ladi 0,5 santimetr. Endi buni birinchi o'rinda balgarkada faskalab chiqamiz. Keyin 50lik, keyin 500lik, keyin 1000lik, undan keyin 2000likda ko'rsataman hozir. Mana oddiy balgarka almazli diskda o'tib oldik. Endi navbat 50lik cherpashkaga. Mana 50lik cherpashkada ham o'tib oldik. Endi 500likda o'tamiz. Mana 500likda o'tib oldik, xudo xolasa. Nisbatan chiziqlari kamaydi. Endi 1000likda o'tamiz. Mana 1000likda o'tdik, xudo xolasa. Endi oxirgi etap 2000lik qoldi. Mana inshaalloh tayyor bo'ldi. 2000likda o'tdik. Mana shunaqa qilinadi hammasi. Mana bunga o'xshab, mana. Keyin bo'lgandan keyin orqalarini kesib, bunaqa nima kilaga yopishtirib chiqiladi simda. Keyin devorga yopishtiriladi. Sog' bo'lasizlar.